Assalomu alaykum. Kanalimda obunachilari, baba dehqonlar. Yana bugun mana birgamiz 1-iyunmi? Yozda 1-kuni, dam olish kuni ekan. Mana bir enalib mana yoz ham keldi. 3 oy hapa degancha yana o'tadi ketadi. Har bir kunimiz g'animat. O'shaning uchun bir kun bo'lsa ham shu tezlatib mehnatimizni qilib qo'yishimiz kerak. Ertaga keyin attang oyi boshlangandan keyin bu demasa mana haligi makka ekkandim, shirin makka dedim mana. Syomkasi ham bor. Ko'rgan bo'lsalaring, o'shani mana endi chopyapman bugun. Mana ekish jarayonini ko'rsatganman, ko'rgan bo'lsalaring. Chiqib keldi mana. Endi buni chop qilib qo'yaman, 3-4 kun turadi. Quyoshdan azot oladi. Azot qancha chopsak, shuncha foyda. Hozir mana nami ham yaxshi. Bir kundan quyosh chiqsa bugun kunduzi bilan tursa qop-qora bo'lib qoladi. Mana shu o'rtoqlar chopog'imiz mana shunday qilib qo'yamiz chopib. Haligi 3-4 kun syomka bo'lmadi. Operatorimiz imtihoni bor ekan. Imtihonda bo'ldi, kecha keluvdi. Mana bugun endi syomkalarni olyapmiz. Ko'rsatamiz barisini. Pomidor ekkandik-ku, pishdi pomidor. Bu tomonga mana. O'shani nima paytda sizlarga ko'rsatilmay qoldim, chopgan paytimda uni. Chopib mana hammasi bexato, mana hammasi ko'kardi mana. Mana shuni endi chopib qo'yganman, to bular gullab chigitday bo'lguncha turadi endi. Suv bermayman. Mana gullab, mana shuni gullarimiz gullaydi, mana gullashga kelgan o'zi. Mana gullagandan keyin yong'oqday, nima deydi, o'rikday bo'ladi, keyin suv beraman. Ungacha shu chopiq to'lka, mana shu. Endi chekkasini chopib qo'yaveramiz. Ertamatdan kechib payt. Mehnatimiz shu o'rtoqlar. Qiyin joyi yo'q. Haligani ichkarida ham bolgarskiy ekkanmiz, mana bolgarskiy. Mana o'sha haligi ekkan bolgarskiylar mana bexato ko'kartirib oldim. O'sha chopiq qilyapman mana. Chopdim bugun. Kecha chopib qo'ydim. Kechki paytda mana bugun ertalabda morza olaman mana bunday qilib. Mana morza olib chiqamiz keyin. Mana morzasi. Qanday aytamiz, ekish texnologiyasiga e'tibor bersalaring, bexato ko'klaveradi yozda ham deb aytadiku. Bitti mana bir dona xato bo'lgan yo'q mana. Ko'rib turibsizlar mana. Bir dona ham xato bo'lgan yo'q. O'sha biz nima, o'sha videoni qayta ko'ringlar agar ko'rsatib etmoqchi bo'lsalaring. Chunki o'shanda biz batafsil qanday ekilsa, qanday sug'orilsa, o'sha bexato ko'klashini aytganmiz. Ana o'sha videodan ko'raverasizlar. Mana chopiq jarayoni deganmiz, mana kecha chopdilar. Nevaram imtihonda bo'lib qolganligi uchun bu syomka bo'lmay qoldi. Endi sizlarga hozir shuni ko'rsatyapman. Morzasi mana morza, mana shu yerda. Mana morza. Chopig'ini chopiq bilasizlar mana. Baba dehqon keksa yoshdagilar u dalada, paxtada student bo'lganimizda ham, o'quvchi bo'lganimizda ham ko'p vaqtimiz dalada o'tgan. Dalada g'o'za chopiqda bo'lganmiz. Endi uni 50-60 yoshdan u yoqda biladi. Hozirgi yangi avlod bilmasa kerak menimcha. Chunki mana chopiq qilishimiz shu. Mana endi chopiq qilamiz u. Mana morzasini mana endi olib tashab shu bilan to gullab nima bo'lguncha mevasi suv berilmaydi. Bermaymiz suv. Lekin buni pomidorga qaraganda tezroq suv beramiz. Chunki bolgarskiy suv xo'rakroq bo'ladi o'rtoqlar. Shunisiga ham e'tibor qiling. Pomidorga uncha suv bermasak ham bo'laveradi, lekin bolgarskiy injiq suv berish kerak. Mana bizni shamolda bilasizlar.
2 kunda bir shamol bo'laveradi. Mana o'shaning uchun mana buni bosib qo'yganmiz shaxlarni. Endi bir kimdir so'rabdi kommentariyada nima uchun shax debdi. Bu shax shu nima tayanch. Mana bunday ustiga qo'yib qo'yamiz. Turaveradi. Shu Yana shunga bitta nimani ko'rsat, mana yerda mana qizil bolgarskimizga katta tikishga majbur bo'lyapmiz. Shu oxirgi nimamiz bu. 5-bosqichdagi pomidorimiz. ha, mana shuni shaxt ustida turadi mana. Ko'ragansizlar nima? Buni shaxt qo'ygan. Shaxt nima shu. Bosqich qilib ekkanmiz deganmiz. Mana bu yerda qizil bolgarskimiz bordi, oshmaydigan ekkanimiz. Shamolda oqibatidan juda ko'pchiligini yiqitib ketgan ekan. Mana biz ularga tayanch vazifasiga nima qo'yapmiz. Chunki bizni shamolimiz nimada ochiq maydondagi narsalarni vayron qilib tashlaydi. Mana tayanch vazifasiga mana shu nimalarni kataklarni tiqib, mana mevalari shunday chiroyli bo'yotibdi, qizil bolgarskini. Endi o'sha tayanch vazifasi uchun kaltak tiqyapmiz. Chunki shamol, yomg'ir o'tib oldi. Chalg'amlarim mana bo'lib qolibdi. Bir ikkita bor, ammo ho'l-ho'llari bor ekan hali. Mana yaxshi pishgan. Yana shu. Yo'q, ho'li bo'laveradi. Bultur ham xuddi shu holatda olganmiz dadasi. Chunki buni to'kilib ketmasligi uchun mana bag'i pishib bo'ldi. Agar oldingi nimasi to'kilib ketib qoladi. Shuning uchun yilda oldinroq o'rib olamiz. Mana shu holatida, mana holatini shu holatda o'rib olamiz. Keyin o'sha urug'ini chachib yormaydi. Chachishni ham boshlabdi. Mana. O'shaning uchun, chachishni ham boshlabdi. Mana endi agarda buni hozir vaqtida o'rib olmaydigan bo'lsak, nimasi to'kilib ketadi. Keyin yana bitta mana o'rniga deganmiz, qizil bolgarskini ekamiz deganmiz. Mana qizil bolgarskiy ekamiz. Ertaga mana kartoshkani olishni boshlaymiz. Ana qalampir ko'chatini o'tkazishdi, yana bitta syomka qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana Dehqon bobo nimalaringiz bilan xayrlashing. Yaxshi nimada ko'rishing. Hammalaringni sog'lik salomatlikda. Pomidorlarimiz mana hosildorliklar. Zo'r xudo xolasa. Mana. Shu qalarapo'stni ayamanglar o'rtoqlar, qalarapo'stni ayamanglar emas, u nima deydi? Kam 3 kunda, 4 kunda nomiga sepib turinglar. Qurt bo'lmaydi. Ammo qurt bitta bosib qolgandan keyin tamom o'rtoqlar. Shu bilan qurtni haydab bo'lmaydi. O'sha doriga solsangiz ham bo'lmaydi. O'shaning uchun bir oralab qo'yinglar deb ko'rib qo'yinglar. Bormi yo'qmi qurtlar. Mana bunday qilib havorab qo'ysak bo'laveradi endi. O'zi mana bu yerda bilinib qoladi. Kelib qolsa qurtaga. Bo'lmasam o'rtoqlar, mana shu yerda xayrlashamiz. Like bosish, xohlaganlar like'ni bosinglar, xohlamaganlar yo'q. Yana yaxshilikda, mehnatda ko'rishimizcha salomat bo'lishga majbursizlar. Salomat bo'linglar. Haligi savollaring bo'lsa, kommentariyada yozsalaring, men o'zim javob beryapman. Bu nima bermaydi-yu? Nima deyman? Men radio xuligan degan nima bilan o'zim javob berib qo'yaman sizlarga. Xayr.